Esmonjon mahallasi edi. Ketdingiz-ku? Parkent tumanida chiroyli joylar juda ham ko'p. Hozir So'qoq qishlog'iga keldik. Haqiqiy o'rmon, O'zbekistonda bunaqa o'rmon bor deb o'ylamagandim. Kelsa bo'ladigan joy ekan. Mashinamiz juda ham qiynalib chiqdi. Bunaqa podyomga hech ham duch kelmagandik Persep bilan. Ko'pchilik chiqamaysan deb chiqib keldik. Mashina qo'yganimizdan keyin 2 kilometr uzoqlikda sharshara bor ekan, katta sharshara. Boshlovchi yo'q. Ismoiljon ham charchab orqaga qaytib ketdi yarim yo'lda. Ketayotib g'orga duch kelib qoldim. Tashqariga yozib qo'ydi, So'qoq g'ori ekan. Qisqasi, yovvoyi tabiatni yaxshi ko'radiganlar kelib maza qilib aylanadigan joy ekan. G'orni ko'rsataman sizlarga. Bu tomondan ham tuynik bor ekan. Asosiy kirish Esmonjon mahallasi edi. Ketdingiz-ku? Mashina kalitini bermayapsiz. Qaytdingizmi? Yopib qo'ying, sovuq chiqmasin. Keladigan joy tavsiya qilaman. To'g'ri, kirish puli ekan, 19 ming so'm berdik. Parkovkasi 20 ming so'm ekan. Lekin arzimagan pullar ular.